hech narsa qilmaydi. Sizlar bilan Silver bugungi videoda nima qilamiz deysizlar. Hozir bugungi videoda mani modlarimni ko'rib chiqamiz. Короче, qisqa qilib mod obzor desa ham bo'ladi. Bu yerdagi barcha modlar 1.12 versiyaga tushadi. Shunaqa 1.12 versiyadan boshqa versiyaga вообще tushmaydi. Uchun 1.12 versiyaga shu versiya tushadi. Va yana bir gap, bu faqat Pojo Launcher, Zoltik Launcher va Launcherdagi, короче, Java Minecraft'dagi odamlar uchun. Qanunda go. Mayli, birinchi moddan boshlaymiz. Bu Security Craft modi. Bu aytgancha bitta narsa esimdan chiqibdi. Bu modlarni qayerda yuklab olamiz desanglar, buni men aynan Telegram kanalimga tashlab qo'ygan bo'laman. Ertaroq tashlab qo'yganman. Va bu modlar to'shqinlik versiya tushadi, aytganimdek. Короче, bu modda biza kamera va yana shunga o'xshash narsalardan foydalansak bo'ladi. Mana kamera. O'zi monitor kerak. Qayerda? Qonundago ustida ko'rsataman. To'qonamiz. Ustida bo'lsa bitta bir turadi, shunda ustida bo'lsa ham. W bo'lsa tepa, sen bo'lsa bu yoqqa, D bo'lsa bu yoqqa shunday. Aynan shu ishlaydi. Короче, shuncha chiqish uchun shiftni bosamiz bo'ldi chiqadi. Ko'rsatdim modda, kamera mod va break yana shunga o'xshash jihozda. Bu ham Security Craft'ning modi. Bu ham aynan shu moddan kelib chiqqan. Bu ham bo'lsa Minecraft Fish Furniture modi. Aynan shundan men ko'p foydalanganman. Bu jihozlar bor normal joyinchalikka bo'lmasa. O'slayapti narsasini ko'rsatmoqchiman bu yerda. Bu harfini bo'lsa aynan shunaqa dars chiqadi. Prank uchun вообще dahshat. Va короче, men kompyuterda o'ynayman. Telefonda ham o'ynayman. Короче, mana shu yerda bor narsalar hammasi Furniture moddan o'rnatilgan. Bu yoqda ozgina boshqa moddan qo'shilgan. Kompyuter modi buni kechroq sizlarga ko'rsataman. Короче, ko'rdik Furniture Minecraft modini. Yana biz aynan kompyuter devga modini bu. Minecraft devga modi. Aynan buni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Ofisni narsadan bu. Bu juda ham zo'r narsa bu. Juda ham zo'r mod. Bu qotmasi yo'q telefon. Короче, men ko'rishlarim mumkin, sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Ana o'tuvchi kirsak, mana Wi-Fi degan narsa bu, sizlar buni ustiga bosib ulanasizlar. Keyin do'konga kirib, mana bitta sotib olasizlar. Mana shu ichiga kirib install bosganlaringdan keyin bitta chiqasizlar. Keyin bitta pixel degan narsa chiqib turadi. New create O'lchasizlar, keyin bitta printer degan rasm chiqadi. Shu ustiga bosib ne bosamiz? Biz printerdan chiqarish kerak. Lekin chiqish uchun bunga biza paper degan narsa qo'yishimiz kerak bo'ladi. Qog'oz ya'ni. Aynan. Sizlar aytishingiz mumkin, mana bu shahar modichi, shahar. Nima kerak? Bu shahar modini biz qanday qilib yuklashimiz mumkin telefonga deyishingiz mumkin. Buni ham Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Devga modini ham ko'rib chiqdik. Wi-Fi'lar bu mana shu kabel bilan ulanadigan narsalar.
Milestores modu bu. Ko'pchilik biladimi, bilmayman bu modni. Bunda juda ham zo'r eshiklar bor, bu juda ham ko'p youtuberlar ishlatadi. Короче, bilgan biladi. Bu mod o'zim shaxsan o'zim ham yaxshi ko'raman bu modni. Do'stlar, ikkita eshik bitta. Oddiy Minecraftda bitta eshik bo'lsa bitta yo'qlar, bu yerda ikkita. Katta eshiklar bu. Narsalar bu. Короче, shunaqacha. Biz qanaqadir bug bo'lib qoldik, bilmayman. Короче, bittaki narsalar hammasini tashlayveramiz endi. Tashlagandan keyin bizda Techguns mod. Aynan Techguns modda bizda juda ham ko'p narsalar bor. Qurollarni ko'rishinglar mumkin, qanday zo'rligini. Bu modni o'zlari o'ynab ko'rmagancha tushunmaysiz. Juda ham zo'r mod. Qancha o'qidi. Akkaram ishlatgan mana shu modda. Direktasida. Baydan boshqa narsa Yomma bitta bayron qo'ydik, ketdi bo'shaga bo'rayli. Короче, mana shunday narsalar, har xil bloklar bor. Keyin eng zo'r modlardan biri mashina modi. Hamma mashina, aniqroq har xilcha mashina bu. Bitta mashina topish 2 soat vaqtlik ketadigan vaqtlar. Ham qanaqa mashina? Bo'lmadi. Qo'yinglar. Keyingisi mana bu mod qanaqa mod? Bu uchala narsa qanaqadir. Mashina, bu mashina. Benzin qo'ymayman bu mashina. Benzinsiz mashina bu. Men benzin qo'yish kerak, qanday qo'yish bilmayman, o'zim ishlatsam shu modni. Mana qana o'chaydi. Bunda benzin mancha. Shift bosishadi. Короче, tushundinglar bu modni. Keyin deyarli hamma youtuberlar bor mod mana shu mod bo'ladi. Endi hammasini ko'rsatmayman. Shu bu modni endi ko'rsatmasam endi uyat bo'ladi. Qo'yamiz qaralar. Bitta zo'r narsasi mana odam chaqirsa borasizlar-ku. Bitta bo'lsa biz mod narsa bu. Qanaqa qo'ysa bo'laman. Maxluq mana shu zombi qaraylik. Shuna bo'lsa chiqib ketasiz bitta. Şimdi buratimize kuş yaptı. Kuş çıkan için ama öyle öl şarbında. Bu maaşı uçunu durmaz tabi. Короче, mana yo'q bo'lib ketdi. Mana sizgan bu, chari kramiz, isti bosdi. Bu bitti kerak emas narsaga bo'lmay kirdim. Aynan ana shu modni obzor qilishimizni istasanglar, bunda bo'lgan ko'p odamlar ishlatadi-da. Bunday qilishadi. Bunday qilib, bunday qilamiz, ichimiz. Bunlar böyledeki
Unda men shuna yozayım endi o'zimizdan yine. Bastan hiç kuş bilsesi çıktı şuna. Ancadan geri bir çıkalım odam turuptu pisti basamiz. O'zimizga Steve qilamiz. Steve editni bosib chiqib ketamiz. Короче, mana kontrollerlari yaratgan ekan. Mana bunday bosib, mana buni bosamiz. Ketyapmiz. Короче, biz mana ne qo'yamiz? Bo'ldi, tugatamiz. Bo'ldi. Endi biz masga qo'pqor yo'qol. Amayli, keyin to'g'raymiz buni. To'g'radim o'zim. Keyin o'zi bizda mana bo'lsa, odam. Aynan ketyapmiz. Biz o'zim shunday qildim. Odam bunga oldim va qo'ydim. Bizni o'ldirsa ham bo'laveradi. Keyingi modimiz Creeper Doors. Короче, pul modi. Короче, tushunarli bo'ldimi yo'qmi bilmayman, lekin mana qisqacha qilib modlar obzorini ko'rdim. Bunaqa qisqacha modlar obzor qilmaymiz kerak. Mana shuni tushunmayapman men. Kichkina kutamiz. Mana uchdi mana. Ko'ringlar. 70-75 deb baqiriblar deb bilar. Kimga bir kerak emas. Shunchaki biza uyga kirmoqchi. Bayda nima so'zim. Короче, sizlar bilan men bo'ldim. Sizlar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar modlarim ko'rsam, bitta turibdi ana modlar sizlarga ham chiqib turadi. Nechtadir modlar короче, mana sizlarga ko'rsatdim. Obuna bo'lib qo'yinglar endi. Bitta morp mod bu X boslar chiqadi. Sizlar o'ldirgan moblarni aylana olasizlar. Mana yaxshi. İşte bosamiz ki morpni bosib aylanishimiz kerak. Amayli короче video shu yerda tugadi.